Xo'p, mana aka 1 million so'mga xarid qiladigan televizor mana. Borgandan keyin ochib, televizorni ko'rib, yoqib, qanaqa holatda kelganligini bemalol ko'rib olib, ko'ngliga yoqqandan keyin to'lovini qilaveradi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozirgi kunda uka dollar pasayapti. Shu sababli bitovoy texnika narxlariga ham ta'sir qilyaptimi? Arzon joydan video chiqaring deganlar uchun bu videomiz. Hozir Farruxbek aka bizga batafsil birma-ketin bitovoy narxlarini tanishtirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Farruxbek aka. Xushkelibsiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rekuz obunachilarga ham assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Aka mana dollar pasayapti. Shu sababdan bu narxlar bitovoylarga ta'sir qilyaptimi? Juda katta ta'sir qilyapti aka. Hammasi narxi tushgan. Shu narxlarda obunachilaringiz, butun xalqimizga shu narxda yetkazib bermoqchimiz. Shu uchun video qilyapmiz. Xo'p, aka, katta televizordan tanishtirib o'taylik. 65 talik tashivamiz bo'ladi, aka. Kristal ekran bo'ladi, zashitalari bor. Xo'p, Smart 4K bo'ladi. Голосовой управлениялari, Bluetooth, Wi-Fi hamma yo'qda bemalol podeshka qiladi, aka. 4K ni cho'tki o'qiydi. Ekranlari juda ham tiniq, bez ramka bo'ladi, aka. Bunimizni xo'p, 6 million 500 ming so'm qilib qo'ydik, aka. Android 4K, Smart Wi-Fi, YouTube'larda bemalol ochib o'qiradi, podeshka qiladi aka hammasini. Juda yaxshi. Buni ham dastavkasi bepulmi aka? Buni ham dastavkasi bepul, kranshlari katta bo'ladi, ularni ham bepul qilib qo'ydik aka. O'zbekiston bo'ylab bemalol so'rashaversin, yetkazib beramiz. Yaxshi. Videoni boshida aytib ketaylik, eng arzon televizoringiz necha pul, eng qimmati necha pul? Xo'p, eng arzon televizorimiz 1 million so'mdan boshlanadi, eng qimmati ketaveradi. Razmerini aytishsa, biz ularga tashab beramiz videolarini. 85-100 taligacha ketaveradi. 11 million, 12 million ketaveradi aka. Demak, 1 millionga ham televizor xarid qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Shunaqasi bormi? Bor aka. Ko'rsating aka. Xo'p, mana aka 1 million so'mga xarid qiladigan televizor mana. Oddiy bo'ladi aka. Wi-Fi bo'lmaydi lekin buni. 1 million so'mga olsa bo'laveradi. Nechilik? Bu 32 talik bo'ladi. 32 talik, lekin fleshga solib ko'rsa bo'ladi. Kinolar ko'rsa bo'laveradi. Oddiy kanallar bemalol ko'rsatadi. Ko'rsatadi. Oddiy kanallar ko'rsatadi. Olib foydalansanglar bo'ladi. Dastavkasi bor, kranshtaynlari ham bonus bularga. Gap yo'q ana. Kranshtayn, yana antenasi ham bor. Antenasi ham bor aka. Dastavka bepul ekan, antena kranshtayn bepul ekan. Bepul. To'lovlari qanaqa aka? Borgandan keyin ochib, televizorni ko'rib, yoqib, qanaqa holatda kelganligini bemalol ko'rib olib, ko'ngliga yoqqandan keyin to'lovini qilaveradi. Juda yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, diqqat bilan kuzatinglar. Sizlarga birma-bir narxlarini tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu yerda mana 32 taliklarimiz aka oddiylari bo'ladi. Oddiy kanalni ko'rsangiz bo'laveradi. Kanal qo'yib, smartli emas bu. Bularimiz aka 1 million so'm qilib qo'yganmiz. Xo'p, maytechimiz bo'ladi. Bunda buni 1 million 350 ming so'm qilib qo'ydik. Bu smartli bo'ladi. YouTube'da hamma yo'q ko'rsatsangiz bo'laveradi. Yaxshi. Xo'p, bu yerda Vestamiz bor mana. Vestalarimiz aka 1 million 550 ming so'm. Xo'p, bu yerda yana Samsungimiz, bu ham oddiy, bu ham 1 million so'm qilib qo'yganmiz. Xo'p, fleshga solib kino ko'rsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi. Internetga ulanmaydi. Yo'q, internetga ulanmaydi. Tepada 45 taliklarimiz bor aka. 2 million 350 ming, 2 million 450 ming, 550 ming so'mda mana Vesta, Samsung artellarimiz bor mana. Bu yerda 55 talikimiz Samsung. Maytechga tegishli aka. Bunimizni 3 million 850 ming so'm qilib qo'ydik. Xususiyatlari qanaqa? Xo'p, голосовой управлениялari bor. Qo'shimcha kanallar tortib ko'rsangiz bo'ladi bunda ham. Bemalol internet hamma programmasini o'qiydi. Bu yerda 65 talik 7T'imiz bor aka. Xuddi shuni bu kattasi. Kattasi bunda ham Google Play Market hammasini o'qiradi. Bunga ham qo'shimcha kanallarni yozib ko'rsangiz bo'laveradi aka. Yaxshi, narxi? Narxi buniki aka 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'm. Xo'p, bularda endi korobkadagi holatda aka. Xo'p, 1 million so'mligimiz mana oddiy bo'ladi. Oddiy. Mana shu 1 million so'm dedi aka. Mana shu korobkada bo'ladi. Xo'p, 1 million 350 ming so'mligimiz mana bu bo'ladi. Smart bo'ladi aka. YouTube pon ya mana shu turgan narsalarni o'qiydi. Mana YouTube'da bemalol ochib beraveradi. Bolajonlarga zo'r. Xo'p, голосовойli bo'ladi. Undan keyingi modelimiz голосовойli 7000G modelimiz bo'ladi. Bunda Google Play Market, Android 14 versiyalarida ishlaveradi. 35 talik bo'ladi, bu 32 chiqadi. Xo'p, buni 1 million 550 ming so'm qilib qo'ydik. 1 million 550 ming so'm. Xo'p, bu ham mana akalonimiz. Bu ham YouTube'da bemalol o'qiradi. Mana shu yerda ko'rsatib qo'ygan hammasini ham o'qiradi qo'shimchasiga. 1 million 350 ming so'm aka bu ham. Xo'p. Bu yerda 45 talik Webis programmani bemalol ko'taraveradi. Elcom original Dubai bor bu yerda mana. Buni 2 million 900 ming so'm qilib qo'ydik aka.
Hozir 45 talik ham o'qiyaptimi Webusda? Webusda o'qiyapti aka, 45 taligimiz 4 kani ham bemalol ochib beraveradi. Webus bilan oddiyni farqlab bering aka, ko'pchilik tushunmas ekan. Xo'p, Webus 4 kani bemalol ochadi, oddiylari ocholmay qolyapti aka hozir. Buni kachestavalari ham o'ta tiniq. Keyin pultida sichqonchasi ham bor. Bor aka, bunda bor. Juda yaxshi. Xo'p, 45 talik mana oddiy голосовойlik deyilgani, mana 14 modelda ishlaydi aka. Netflix, Facebook, Miracast, YouTube hammasini bemalol ochaveradi. Bu ham. Bunisini 2 million 550 ming so'm qilib qo'ydi aka. 2 million 550 ming so'm. Xo'p, 60 taligimiz bor bu yerda. Elcom Dubai original degani aka, xuddi mana shu 45 talikning kattasi bo'ladi. Buni 4 million 200 ming so'm qilib qo'ydik. 4 million 200 ming so'm aka. Ko'rishingiz mumkin, 4 kani bemalol podishka qilaveradi. Mana yerda mana 43 taligimiz bor. Buni 2 million 250 ming so'm qilib qo'ydik. Bluetooth ulasangiz bo'ladi, Google, YouTube, Netflix, Facebook, 4K hammasini o'qaveradi aka bu ham. Xo'p, Webusda 60 talik oddiysi Androidligi kerak desa, mana bu yerda bor. Mana oddiysi. Razmeri bir xil bo'ladi. Buni 3 million 700 ming so'm qilib qo'ydik. Bunda ham hamma funksiyasi bor. Голосовойлari ham bor aka. Bularga 3 yil garantiyasini beramiz, qo'shimchasiga antina kronshtaynlarini beramiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Bepul bo'ladimi, pulli bo'ladimi? Yo'q, bepul bo'ladi aka. Bepul Ha, bo'ladi. vodiy bo'ylab yetkazib berishimiz 2 soat, O'zbekiston bo'ylab 2 kun. 1 kun 2 kun. Garantiyalari 3 yil. To'lovlari qanaqa? Oldindan to'laydimi yoki borganda to'laydimi? Borganda to'laydi aka. Borib, televizorda ochib, yoqib ko'rgandan keyin to'lov qiladi. Juda yaxshi. Yana qanaqa mahsulotni ko'rsatamiz aka? Xo'p aka, kir mashinalarni ko'rsatsak, Hisense'imiz bor mana 9 kilolik. Mana ishlarini ham ko'rishingiz mumkin aka. Almazli bo'ladi. Bularimiz A+ kategoriyada ishlaydi. Hisense 9 kilolik bo'ladi. Motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil garantiyamiz bor. Buni 5,5 million qilib beramiz. Xo'p, bu yerda 7T'imiz bor. 8 kilolik A+ kategoriyada ishlaydi. 18 ta funksiyasi bor. Mana ichlari. Bunga ham garantiyasi aka 3 yil, motoriga 10 yil. Buni 4 million 700 ming qilib beramiz. Rules bor, A+ kategoriyada ishlaydi. Bu ham bunga ham o'sha garantiyani beramiz. Bu 16 ta funksiyaga ega. Zashtasi 2 qavat bo'ladi bunda. Ishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bunisini aka 3 million 300 ming so'm qilib beramiz. Ziflerimiz bor, mana 8 kilolik. Bug'lab ham yuvib beradi buni. Bunimizni 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. 7T. Xo'p. 7T'imiz ham 7 kiloligi. Buni kichkinarog'i. Buni 3 million 300 ming so'm qilib beramiz. Artelimiz bor mana bu yerda. Artelimizda aka bu 7 kilolik, buni 5,5 million qilib beramiz. 7T 6 kilolik, 3 million so'm. Samsung 7 kiloligi bor bu yerda, mana 5 million 700 ming so'm. Samsunglar jinday qimmatroq. Yaxshi. Xo'p, keyin bu yerda mana konditsionerlarimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Artelimiz bor mana. Artellarimiz 5 million so'm, Monixlar 4 million, Elcom Dubai originali bor mana bu yerda. Inverter motor bo'ladi hammasi. Bularga ham 3 yil garantiyasi bor. Elcom Dubai originalimiz aka 3 million 700 ming so'm qilib beramiz. 7T'imizni 12 taligini 3 million 500 ming so'm qilib beramiz. Premierlarda 3 million 600 ming so'm qilib beramiz. A+ kategoriyada ishlaydi. Yaxshi. Xo'p, duxovkalar ham bor ekan aka. Duxovkalar ham bor aka bu yerda. Xo'p, duxovkalarimiz mana. Xo'p, 42 talik, 36, 50, 60 litrliklar bo'ladi. Bularimiz aka 700 ming, 800 ming, 900 ming, 1 milliongacha ketaveradi. Firmalari, aytgan firmalari bor. Bizga aloqaga chiqishsin, YouTube, WhatsApp, Telegramdan chiqsa, biz har birini olib, video qilib tashlab beramiz o'ziga. Tepada mana vitishkalarimiz bor. Ponni 700 ming, 800 ming, 1 million 200 ming so'mgacha vitishkalarimiz bor. Xo'p, dastavkalari O'zbekiston bo'ylab bularga ham 3 yil garantiyalari ham bor. Yaxshi. Xo'p, bu yerda mana konditsioner, AUXlarimiz bor aka yana. AUXlarimizni 12 taliklarni aka 3 million 800 ming so'm qilib beramiz. Bu 18 talik 4,5 million. Artel 4 million 700 ming so'm. Bunimiz mana Artel kattasi bo'ladi. Buni 5 million 700 ming qilib beramiz. Ziflerni 3 million 300 ming qilib beramiz. Yaxshi. Xo'p, xaladelniklarga o'tsak aka. Xo'p, xaladelniklarimiz mana 2 qanotlilari ham kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda zo'r chiqyapti shunlar. 7T'ga tegishli aka. Vazdushkali bo'ladi. Bularimiz aka 6 million 800 ming so'm qilib beramiz. 6 million 800 ming 7T. Xo'p, bu yerda immerimiz bor aka. Buni 4 million 400 ming so'm qilib beramiz. Immer. Premierimiz bor.
Morozeniysi pastida bo'ladi buni. Tepadagisi oddiy nimasi. Buni 3 million 900 ming so'm qilib beramiz. Bo'yi 1.70 bo'ladi. 1.80ligi bor, Immerdiki. Buni 4 million 400 ming so'm qilib beramiz aka. Seventage, kolonni aynay bo'ladi, bazdushkali. Bunimizni 5 million 300 ming so'm qilib beramiz. Ziflerimiz bor bu yerda. Tayda morozeniysi bo'ladi buni ham. Bazdushni. Bunimizni 6 million so'm qilib beramiz. Maytechimizni buni 5 million 500 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda 1.40lik razmerlar bor, 1.40. Zifler, Seventage, Immer, Maytech mana. Bularimiz aka shunday tanlab olsin, 2 million 700 ming so'mdan qilib beramiz. Dastavkalari bor. Bu yerda yana manaqa mikrovolnovkalarimiz bor, har xil turdagi. Kimga mikrovolnovka kerak desin, tashlaversin, bizga Telegramdan ham nimadan bo'lsa yozsin, biz har birini olib video qilib beramiz aka. Mana holatlari deb. Plisoslarimiz bor, mana ko'rishingiz mumkin aka. Plisoslarimizni 600 ming, 700 ming, 1,5 milliongacha ketaveradi aka. Hammasi bor. Bizga aloqaga chiqsin, biz shularni batafsil yana tushuntirib beramiz aka. Ko'rsatib o'tgan texnikalarimizni, barcha turdagi bitovoy texnikalarimizni O'zbekiston bo'ylab dastavkalarini qilib beryapmiz mana. Borgandan keyin ochib bemalol ko'rganingizdan keyin to'lovini qilaverasiz.